talab yuqori bo'lgan mahsulotlardan bittasi varikoz kasalliklarini oldini olish uchun mo'ljallangan antivarikoz paypoq mahsuloti yaratildi. Bu mahsulot dunyo bo'yicha mavjud, ishlab chiqariladi. O'zbekistonga asosan juda katta hajmda import mahsulot kirib keladi. Bu mahsulot 100% sintetik xomashyodan tayyorlanadi. Hammamizga ma'lum, varikoz kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga bunaqa mahsulotdan foydalanish tavsiya qilinadi. Bu mahsulotdan juda uzoq muddat foydalanish kerak bo'ladi. Masalan, ba'zan 1 oy, ba'zan 3 oy, ba'zan undan ham ko'proq muddat kiyib yurish kerak. O'zbekiston iqlim sharoitida, umuman O'rta Osiyo iqlim sharoitida yoz issiq, qish sovuq bo'lgani uchun sintetik tolali mahsulotlar har doim ham qulay hisoblanmaydi. Uzoq muddat kiyib yurish uchun tabiiy toladan tayyorlangan mahsulot tavsiya qilinadi. Varikoz kasalliklari profilaktikasi uchun mo'ljallangan paypoq mahsulotlarini tabiiy toladan ishlab chiqildi. Asosan respublikada mavjud bo'lgan xomashyo paxta tolasidan ishlatilgan. Uni maxsus kompression xususiyatini ta'minlash maqsadida sintetik tolalar ishlatilgan. Lekin asosiy qismi tabiiy tola, paxta tolasidan tayyorlangan. Tibbiyot xodimlari talablariga javob beradigan darajada, masalan, paypoq mahsuloti misolida keltiradigan bo'lsak, u oyoqni butun o'lchami bo'yicha qaysi nuqtasida bosim yuqori bo'lishi kerak, qaysi nuqtasida bosim pastroq bo'lishi kerak degan talablarga javob beradigan darajada mahsulot ishlab chiqarilgan. Kimyo hospital vrachlari olib o'zlari kiyib ko'rishdi. Yana ularning tavsiyasi bilan o'zgarishlar kiritdik. Oxirgi variantlarimiz juda ma'qul keldi. Kiyishga, foydalanishga yaroqli degan rasman xulosalar olindi. Bu mahsulotni hozir O'zbekistonda paypoq avtomatlari o'rnatilgan korxonalar bor. Shu avtomatlarda ishlab chiqarish imkoni bor. Texnologiyasini tavsiya qilishimiz mumkin. Muammoli joylari bor hali bu ishlanmani. Yuqorida aytilgan avtomatlarda o'lcham diapazoni chegaralangan. 2 yo 3 ta o'lchamga olishimiz mumkin. Kattalar uchun mo'ljallangan mahsulot bo'lsa. Hozir kasallik yosharib bormoqda, hammamiz bilamiz. Varikoz kasalligi ham yosharib bormoqda. Bolalar, o'smirlarda ham uchrab turibdi. O'smirlarga mahsulotlarda o'lcham muammosi ko'p bo'lmaydi. Asosan kattalar uchun mo'ljallangan mahsulotda o'lcham muammolari bor. Buni endi boshqa turdagi trikotaj mashinasiga texnologiyani ko'chirib o'tkazib, unda o'lcham muammosini hal qiladigan qilib ishlab chiqarish mo'ljalimiz bor. Bu o'sha oyoq qismini kuzatadigan bo'lsak, to'piqda diametr juda kichkina bo'ladi. Yuqori son qismga borib diametr oshadi. Ayniqsa yosh kattalarda son qismida diametr kattalashgan sari bu mahsulotning o'lchami agar to'g'ri kelmasa, erta bosim oshib ketib, qon aylanishini qiyinlashtirishi ham mumkin. Shuning uchun hozir o'lcham muammosini yechish uchun boshqa turdagi mashinaga o'tkazib, texnologiyani rivojlantirib, qayta ishlash ustida ilmiy izlanishlar davom etmoqda. Dastlabki namunalarimizda Bravo original korxonasi bilan ishladik. Juda katta yordam berishdi. Juda ko'p variantlarni oldik. Hozir shu kunda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida startap korxonalari ishga tushirilmoqda. Shu kunda 10 ta paypoq avtomati kelib o'rnatilgan, ishga tushirilmoqda va kuni kecha o'tgan hafta yana 20 ta keldi. Mana shularda texnologiyani o'zlashtirish harakatidamiz. Kimga tavsiya qilish mumkin? Tabiiy toladan tayyorlangan mahsulot bo'lgani uchun asosan issiq iqlim sharoitidagi davlatlarga eksport qilish imkoni keng ochiladi. Bu faqat iqlim sharoiti emas, masalan, allergik kasalliklarga sezuvchanligi yuqori bo'lgan shaxslarga albatta sintetik toladan ko'ra tabiiy toladan tayyorlangan mahsulot ko'proq ma'qul keladi. Bu tomonni ham inobatga olish kerak. Endi biz hozir asosini paxta tolasidan tayyorladik. Zaruratga qarab yoki buyurtmaga qarab uni bambukdan, ipakdan olish mumkin. Yana bitta o'ziga xos tomoni,
Bu mahsulot choksiz mahsulot. Chok tushgan mahsulotda bosim turlicha o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun bosimni butun oyoq perimetri bo'ylab bir xilligini ta'minlash uchun choksiz mahsulot tayyorlangan. Shu oddiy o'zbek xonadonidagi kelinlarimiz uchun birinchi o'rinda shu homilador yoshlarimiz uchun tavsiya qilsak arziydigan mahsulot. Ham tan narxi arzon bo'ladi import mahsulotdan ko'ra. Uni olgandan keyin bir juft olinmaydi-da, kamida 2, 3, 4 juft olinadi, chunki bittasini yuvganda bittasi kiyilishi kerak. Shuning uchun eng birinchi navbatda o'zimizni yosh o'zbek xonadonidagi kelinlarimiz kiysa xursand bo'lamiz.